Leksimizi devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Steban'la mındak ko'rsatdi. Agar biz Jungo meselesini hal qilmaydigan bo'lsak, iqtisod qatlamada tarmar bo'lamiz. Leksimizni boshladik. Ondan dostum, vatandaşım, nima deydi Steban'la mındak ko'rsatdi. Agar biz Jungo meselesini hal qilmaydigan bo'lsak, iqtisod qatlamada tarmar bo'lamiz. O ta'kidlab mındak ko'rsatdi. Amerika'nın yeni icadi texnikalarını Jungo'ga ötünüp berishga majburlaydigan bu hareket bizning bu davrimizda intayin zo'r iqtisod va savdo masalasidir. Agar biz bu ishni hal qilmaydi ekanmiz, undaqda Jungo davomli bizning ijodiy texnikamizdan foydalanib, bizning ixtiro texniklarimizni o'zining sistemasiga ilib kirib, bizni Amerikani Jungo'ning mustamlikasiga aylantirib qo'ydi. Xuddi Buyuk Britaniya orollaridagi podshoh James I-ning qilg'inidek Amerikani o'lpon topshiradigan davlatga aylantirib qo'ydi. Steban'ın mundaq ko'rsatdi. Jungo'ning 4000 yillik diplomatiya tarixi qo'pollik bilan muomala qilishga odatlangan. Jungo tarixida savdo shirkati Jungo o'zining tarixida savdo sheriklariga tutgan muomalasida zulm, sitam, eksploatatsiya, chekidan oshgan ziyonkashlik, qilish bilan xarakterlangan. U mundaq ko'rsatdi. Jungo tarixda deklarni o'lpon topshiradigan davlatga aylantirib qo'ygan. Bizning o'lpon o'rnida Jungo'ga topshiradiganimiz fan texnika. Bu fan texnikani topshirish ularning bozoriga, ya'ni Jungo'ning bozoriga kirishning yo'l xati va dastak. Ular, ya'ni Jungo'liklar o'tgan 10 yil ichida mushu yo'l orqali 3 trillion 500 milliard dollarga erishdi. Demak, Amerika shirkatlarini texnikani o'tinib berishga majburlab 10 yil ichida Jungo'liklar 3 trillion 500 milliard dollarga erishdi. Agar mushu gap Steban'ning og'zidan chiqsa, men buning ishonaman. Rost bo'lgan bo'lsa, bu Jungo Amerika savdosi, Jungo degan bir kichik bola ekanda, bir boqcha yo'q. Bu vaqtdan sal cho'roq deylik, kichik bola ekanda, mushaqchi shu oq ko'ngillik bilan Jungo'ni savdo qilib, o'zining texnikasini o'tinib berib, 10 yil ichida Amerika bu davlat 3 trillion 500 milliard dollar ziyon tortdi desa, bu qaltis gap ekan vatandosh. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Bundan o'zi va Jungo qattiq qo'l muomala qilishni tashabbus qiladigan, ya'ni boshqalarning hukumatga besim ishlatib yoki hukumatga so'zlab Prezident Trump ta'sir ko'rsatishni umid qiladi. Hozir garchi bundan Prezident Trump qanchalik ta'sir ko'rsatadi bu aniq bo'lmasa-mu, lekin prezident bilan so'zlashib turishni u davomlashtira oladi. Mesele şu ki değildi haber. Steban'dan Prezident Trump'a yardım kılıp, Prezident Trump'ın saylam devirdeki yolu qaytırıp kilelemdi yok. Bolapın Jungo meselesi de saylam devirdeki vədi bergen devirge, yani vədi bergen çağlağa elip kilelemdi yok. Bunun özü bir meseledir. Endilikcha yana bir xabar mı? Şuna qo'shimcha yana bir xabar, balki sizlar diqqat qilayotgan xabar. Bunga diqqat qiling, yana diqqat qiling vatandoshim. Mavzu mundaq. Amerika Chaushanga urush ochamdi. Prezident Trump mundaq bir jumla so'z qildi. Mavzuli xabar 10 oyning 6-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Trump 5-kuni kechda Oqsaroyda ziyofat berib, harbiy taraf yuqori darajalik rahbarlar, amaldorlarni va ularning ayollarini kutib oldi. Ziyofat berilishdan burun tuyuqsiz muxbirlarni chaqirib, ularning suratga tortib qo'yishini o'rinlashtirdi.
O yana mındaq dedi. Bu surat boran çapqon yetip kelişden aldidiki jimlikning belgisi bo'lib qoladi. O, yani Prezident Trump mındaq dedi. Bu surat boran çapqon yetip kelişden aldidiki jimlikning belgisi bo'lib qoladi. Muxbir, Amerika urush qilamdi nima? deb savol qo'yganda Prezident Trump aniq javob bermadi. Amerika Birleşme Agentligi mundaq ko'rsatdi. 5-kuni kechda Oqsaroydagi muxbirlar tuyuqsiz bir yerga jam bo'ldi. Ular xabar topdiki, Prezident Trump harbiy taraf yuqori darajaliklarga berilgan ziyofatdan muxbirlarning xotira qoldirishni umid qilgan ekan. Muxbirlar aldirab dinab Oqsaroyning ziyofat zaliga yetib keldi. Gördüyki, rəhbərlər gülümsürəb, sürətgə düşüşkə tayyorlanıb bolğan ekan. Zalda klassik muzika yangrab turatdı. Sürətki tartıb bolğandan keyin Prezident Trump muxbirlarga mundaq dedi. Sizlar bilemsizlar? Bu sürət nemadan darak berdi? Balkim boran chapqon yetib kelishdan burunqi jimlikdan darak berdi. Balkim boran chapqon yetib kelishdan burunqi jimlikdan darak berdi. Muxbir derhal nima boran chapqon deb savol qo'yganda, ISIS, Çavuşan, İran. Prezident Trump sirli holda javob qaytirib, sizlar tez arada xabar topsizlar dedi. Prezident Trump sirli holda javob qaytirib, sizlar tez arada xabar topsizlar dedi. Prezident Trump sal burun harbiy taraf amaldorlar bilan yig'in ochib, ISISni tilga olgan va Ironning zo'ravonlar yordam berayotganligini ayblagan. Tasavvur qilg'isiz badal to'lash badaliga dushmanga va ittifoqdosh davlatlarga badal to'lash badaliga kechiringlar, davlatimizga va ittifoqdosh davlatlarga tahdid solishga yo'l qo'ya olmaymiz. Qilishga tegishli ishni qilishimiz kerak. Bu ishning yuz berishini cheklashimiz lozim. Zarur tepilganda cho'qim shunday qilishimiz kerak. Sizlar mana ishoninglar.